To'y emas, majlis bo'lib ketdi. Janjal ham bo'lmadi. Janjalsiz to'y bo'larmidi? Janjalsiz to'ymi? Semli filmdagi mashhur ibora. Albatta, bu jaydari, chapani insonlar tilida aytilgan xalqchil, samimiy, tubida beg'ubor sitata. Beixtiyor chehrangizda tabassumni paydo qiladi. Lekin sportda, masalan futbolda janjal chiqsa-chi, bunaqasi ko'p bo'lgan deyishingiz aniq. Bu to'g'ri. Xalq tili bilan aytganda, ishkallar mahalliy darajada ham, xalqaro miqyosdagi o'yinlarda ham ko'p marta sodir bo'lgan. Ularning aksariyati tez esdan chiqib ketgan. Eslashga ham arzimaydi. Biroq ayrimlari jahon futboli klassikasiga kirgan. Eski futboldan gapirganda ular albatta eslanadi. Assalomu alaykum. Bundan 35 yil avval Italiyadagi jahon chempionatida bir o'yinda janjal chiqdi. Voqea katta shov-shuvni keltirib chiqardi. Uni yozmagan jurnalist va reportyor, muhokama qilmagan tomoshabin qolmadi. Bugun biz shu voqea va uning atrofidagi gaplardan suhbatlashamiz. Avvalgi ko'rsatuvlarimizdan birida biz 14-jahon chempionatida bo'lgan sensatsiya haqida gaplashgandik. Kamerun terma jamoasining ajoyib yurishi, futbol tarixiga kirgan natijalardan so'z yuritgandik. Biroq Italiyadagi mundial nafaqat chiroyli o'yinlar va shov-shuvli ishtiroklar, balki janjalli voqealar bilan ham esda qolgan. Hammasini bir chekkadan boshlaymiz. Jahon futbolining oltin xazinasidan o'rin olgan bu uchrashuv Milandagi afsonaviy San Siro o'yingohida 1990-yilda bo'lib o'tgandi. Italiyada o'tkazilgan jahon chempionatining nimchorak finalida Niderlandiya va Germaniya terma jamoalari bir-biriga ro'baro kelgandi. Keling, avval jamoalarning guruhlardagi o'yini haqida ikki og'iz gapirib o'tsak. Germaniya guruhda Yugoslaviya, Kolumbiya va Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'ynagandi. Qur'ada birinchi savatchadan tanlangan nemislar barcha o'yinlarni Milanda o'tkazadi. Yugoslaviya 4-1, arablar yomg'ir ostidagi o'yinda undan ham yirik 5-1 hisobida mag'lub etiladi. Germaniya shu ikki uchrashuvdayoq bosh sovringa jiddiy da'vogarligini namoyish etgandi. Ayniqsa Lothar Matthäus o'zining yetakchiligi va chiroyli gollar bilan barchaning e'tiboriga tushgandi. 3-turdagi Kolumbiyaga qarshi o'tgan match esa alohida bir voqea bo'ldi. Butun o'yin davomida ikkala jamoani qoniqtiradigan hisob 0-0 saqlanib turadi. Haqiqiy tandir oxirgi 2 daqiqada ro'y beradi. Germaniya markaz bo'ylab tashkil etgan hujumda Füller to'pni chap qanotga Lidbarskiga uzatadi. Yarim himoyachi esa uni kuchli zarba bilan darvozaning yuqori burchagiga mixlaydi. 1-0. Kolumbiya knockdownda. Vaqt esa juda oz qolgandi. Shu paytda Kolumbiya jamoasi yetakchisi Carlos Valderrama o'yinni o'z qo'liga oladi. U tashkil etgan kombinatsiyada to'pni Freddy Rinconga ajoyib tashlab berishadi. Futbolchi esa zarbada adashmaydi. 1-1. Ana bayram. Kolumbiyaning quvonchi cheksiz edi. Kolumbiya terma jamoasi nemislar va yugoslavlar bilan birga nimchorak finalga chiqadi. Amaldagi Yevropa chempionlari gollandlar guruhda nursiz o'yin ko'rsatadi. 3 ta o'yinda 3 ta durang o'ynab, faqat yaxshi ko'rsatkichlar evazigagina kuchli 16 talikka kirib play-offga chiqadi. Niderlandiya guruhda Irlandiya termasi bilan bir xil natija ko'rsatgani sababli ularning nimchorak finaldagi raqibi qur'aga ko'ra aniqlanadi. Qur'a natijalar ma'lum qilinganda mahalliy italiyalik jurnalistlar xursandchilikdan qarsak chalib yuboradi. Chunki jahon kubogiga asosiy da'vogarlardan bo'lgan nemislar va gollandlar shu bosqichdayoq bir-biri bilan to'qnash keladigan bo'lgandi. 90-yilning 24-iyuni mundialda katta futbol kuni bo'ldi. Shu kuni sal ertaroq Turin shahrida Braziliya va Argentina bir-biriga ro'para kelgandi. Braziliya o'yinda yaqqol ustunlikka ega bo'lishiga qaramasdan, futbol dahosi Diego Maradona bitta aniq uzatma bilan Claudio Caniggiani qulay vaziyatga chiqaradi va hujumchi bitta gol bilan Braziliyaga uyga ketish pattasini qo'liga tutqazadi. Argentina chorak finalga yo'l oladi. Shu o'rinda bir ma'lumotni ham aytib o'tish kerak. Ma'lumki, Argentinada kelib chiqishi italiyalik bo'lgan fuqarolar juda ko'p va ularning familiyasi italyancha. Lekin ularning o'zi ispan zabon bo'lgani uchun ularni to'g'ri transkripsiya qilish masalasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Caniggia aslida ispanchada Caniggia deb ataladi. Xuddi masalan Mascherano aslida Mascherano yoki Zanetti aslida Sanetti deb aytilganidek. Shunchaki muxlislar Caniggia variantiga o'rgangani uchun shu variantda to'xtadik. Kech oqshomda esa butun dunyoning nigohi Milandagi San Siro stadioniga qaratiladi. O'sha davrdagi jahon futbolining ikki gigantlari dueli
finaldan oldingi final maqomini olgandi. O'yinning afishasi juda yorqin edi. Niderlandiya 88-yilgi Yevropa chempionligini ajoyib tarzda qo'lga kiritgan bo'lsa, nemislar guruhdagi hujumkor o'yinlari bilan jahon tojiga asosiy da'vogarlardan biri ekanligini namoyish etgandi. Bu to'qnashuvning yana bir prinsipial jihati ham bor edi. Maydonda milanliklar to'p surishardi. Inter jamoasidan Mateus, Klinsmann, Breme, Milan klubidan esa Gullit, Van Basten va Rijkaard o'z termalar safida aynan shu o'yingohda bir-birlariga qarshi saf tortishgandi. Bir shaharning ikki klubi yulduzlari jahon chempionatida aynan o'sha shahardagi arenada bir-biriga qarshi maydonga tushgandi. Bunaqa tasodif 100 yilda ham bo'lmasa kerak. Albatta, bu unikal holat edi va uchrashuvdagi prinsipiallikni yanada kuchaytirardi. O'sha chempionatda gollandlar murabbiyi Leo Beenhakker edi. U Euro 88da jamoani g'oliblikka olib kelgan afsonaviy Rinus Michelsni lavozimda almashtirgandi. Niderlandiya termasining guruhdagi natijasi unchalik maqtovga arzigulik emasdi. Buni boya yuqorida aytib o'tdik. Shunga qaramasdan gollandlar o'yin boshidanoq jiddiy maqsadni ko'zlaganini namoyish eta boshlashdi. Uchrashuvdagi kulminatsion voqea 22-daqiqada ro'y beradi. Maydonning chap qanoti bo'ylab hujumga otlangan Rudi Völlerni raqib himoyachisi Frank Rijkaard qo'pol ravishda to'xtatadi. Hakam golland futbolchisiga sariq kartochka ko'rsatadi va darvoza tomon jarima zarbasini belgilaydi. Andreas Breme zarbani tepishga hozirlangan paytda Völler hakamga sochlarini ko'rsatib nimanidir tushuntirmoqchi bo'ladi. Buning sababi oddiy edi. Rijkaard uning boshiga qarab tupurgandi. Bu holat kameraga tushgan bo'lsa-da, hali ko'pchilikning e'tiborini tortmagandi. Völler norozi xulqi uchun sariq kartochka bilan siylanadi. Lekin bu mojaroning boshlanishi edi. Jarima zarbasi tepiladi. Völler va darvozabon Van Breekelen to'pga qarab sakrashadi. Nemis hujumchisi raqib bilan to'qnashib ketmasligi uchun o'zini chetga olib yerga qulab tushadi. Shu joyda Rijkaard paydo bo'ladi-yu, Völlerni qo'llari bilan o'dag'aylab nimalarnidir tushuntirib ketadi. Voqeaga darvozabon ham aralasha boshlaydi. Klinsmann vaziyat jiddiyligini anglaydi chog'i urushqoqlarni ajratib, jamoadoshini chetga olib o'tmoqchi bo'ladi. Argentinalik hakam Lustau esa pachaklashib o'tirmaydi. Rijkaardga ham, Völlerga ham qizil kartochka ko'rsatadi. Ana xolos. Völler hakam qaroridan taajjubga tushib turganida Rijkaard uning yonidan o'tib ketayotib boshiga qarab yana tupuradi. Bu holat endi hushyor teleoperatorlar tomonidan e'tiborsiz qolmaydi. Bir nechta telekameradan olingan tasvir endi qayta va qayta, hatto sekinlashtirilgan holda butun dunyoga namoyish etiladi. Rijkaardning bunday bezorilarcha ish qilishiga hakamning dastlab unga asossiz sariq kartochka ko'rsatgani, boshqa versiyalarga ko'ra esa Völler yiqilgandan keyin unga haqoratli so'zlarni aytgani sabab qilib ko'rsatiladi. Bu haqida aniq bir bayonot yo'q. Keyinchalik Rudi Völler maydondan haydalganini qattiq alam bilan eslagandim. Jahon chempionatida to'purar bo'lishni orzu qilgandim. Hakam o'z qarori bilan barcha rejalarimni barbod qildi. Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida nemislar ustozi Franz Beckenbauer ancha diplomatik ohangda fikr bildiradi. Men Rijkaardni anchadan beri bilaman va uni dunyoning eng kuchli futbolchilaridan biri deb hisoblayman. Lekin bugun Völlerga tupurganidan keyin u mening oldimda eng pastkash odamdek hurmatini yo'qotdi. Milan klubi direktori Adriano Gallianining futbolchi uyiga yo'llagan maktubida bunday holat boshqa takrorlanmasligi kerak degan satrlar bor edi. 27 yoshli Frank Rijkaard o'zi qanday futbolchi edi va o'sha kuni uni nima jin urgandi? Rijkaardni dunyo futboldagi eng yaxshi yarim himoyachilardan biri bo'lgan deyshadi. Universal pozitsiyada o'ynagan futbolchi himoyada ham, tayanchda ham, maydon markazida ham, hujum yakunida ham samarali futbolni namoyish etgan. 80-yillar ikkinchi yarmidagi Niderlandiya futboli yulduzi. Futbolchining erishgan sovrinlari va natijalari o'zi ko'p narsadan dalolat berib turibdi. Bir necha marta Niderlandiya chempioni va mamlakat kubogi sohibi, Italiya chempionati va super kubogi, Chempionlar ligasi, kubok egalari kubogi, Yevropa super kubogi, qit'alararo kubok g'olibi, Yevropa chempioni, 2 karra Niderlandiyada yil futbolchisi deb tan olingan, FIFA 100 ro'yxatiga kiritilgan va hokazo va hokazo. Milan afsonasi. Gullit, Van Basten, Rijkaard uchligi qizil qoralar safida o'z paytida qanday fantastik o'yin ko'rsatganini nafaqat Milan fanatlari, balki futbolga befarq bo'lmagan barcha muxlislar juda yaxshi bilishadi. Albatta, o'sha 90-yilning may oyida Yevropa Chempionlar Kubogining finalida Benfikaga kiritilgan g'alaba to'pi Rijkaard uchun juda qadrli edi. Umuman olganda, hal qiluvchi gollarni urish bu futbolchiga xos xislat edi. Shu bilan birga 90-yil futbolchi uchun asabiy zo'riqishlarga to'la bo'ldi. Chunki u oilaviy muammolar girdobida qolgandi. Oilaviy janjal rafiqasi qizini Niderlandiyaga olib ketish bilan yakun topadi. Shundan so'ng deyarli 10 yil davomida maydondan chetlatilgan Rijkaard birin-ketin qizil kartochka ishlab ola boshlaydi.
Fevral oyida Italiya Kubogining Yuventusga qarshi birinchi final o'yinida, aprelda esa Verona jamoasi bilan Scudetto uchun hal qiluvchi bahsda maydondan haydaladi. Mana endi esa Jahon chempionatining muhim o'yinida yana qizil kartochka. O'yindan keyin ko'pgina mutaxassislar va muxlislar maydondan haydalish gollandlarga qimmatroqqa tushgani haqida ko'p fikrlar bildirishgandi. Albatta, Fyoller o'z termasida hujumni kuchaytiruvchi, hamisha raqib darvozasi oldida xavf sodir etuvchi forvard edi. Biroq Rijkaard Niderlandiya jamoasi safida nihoyatda katta hajmdagi ishni bajarardi. Maydonda erkak harakatlanib, mavjud defitsitni to'ldirib turish kabi mas'uliyatli vazifani ham uddalardi. Fyollerning chetlatilishi nemislar o'yiniga jiddiy ta'sir etmadi. Ular maydonda sezilarli tashabbusga ega bo'ldilar. Ular raqibga qarshi maydon bo'ylab pressing qo'llash orqali pozitsion ustunlikka erisha oldilar. Mateus, Lidbarski, Breme, Buchholz bir nechta qulay vaziyatlardan unumli foydalana bilishmadi. Klinsmann orada darvoza ustunini ham nishonga oldi. Ikkinchi taym boshida nemislarning chap qanotdan tashkil etgan tezkor hujumi gol bilan yakunlanadi. Augenthaler, Breme, Buchholz kombinatsiyasida to'p jarima maydonchasiga uzatiladi. Klinsmann himoyachidan epchilroq chiqib, to'pni Van Brekelingning yonginasidan darvozaga yo'llab qo'yadi. Hisob ochilgandan keyin jamoalar ochiq futbol namoyishiga o'tib ketadilar. Ko'plab qarshi hujumlar uyushtiriladi. Goldan keyin o'yin o'ta asabiy va ziddiyatlarga boy tarzda kechadi. Vaziyatlardan birida Van Basten hujumga o'tayotgan Mateusni qo'pol ravishda chalib yiqitadi. Nemis futbolchisidan yaxshigina dakka eshitib, janjalli holat yuzaga kelishiga oz qoladi. 84-daqiqada Andres Breme raqib jarima maydonchasi chizig'ida turib, o'tkir burchakdan aylantirma zarba bilan to'pni darvozaning olis burchagiga joylab qo'yadi. Nemislarning quvonchi cheksiz edi. Butun jamoa, zaxiradagilar, murabbiylar ham golni nishonlashga tushib ketadilar. Asosiy vaqt tugashiga 1 daqiqa qolganda jarima maydonchasi tomon uzatilgan to'pga intilgan Van Bastenni himoyachi Jurgen Koller qo'pollik bilan to'xtatib qoladi. Ronald Koemanning penaltidan tepgan bexato zarbasi esa hisobdagi farqni qisqartiradi xolos. 2-1. Jamoalarning Euro 88 yarim finalidagi to'qnashuvida aynan Jurgen Koller Van Bastenni to'xtata olmagan, hujumchi yiqila turib chiroyli usulda gol urgan va Niderlandiyani finalga olib chiqqan edi. Bu safar himoyachi raqibini yiqitib qo'ya qoldi. Lekin aniq bajarilgan penalti ham gollandlarga yordam bera olmadi. Vaziyatni o'nglashga vaqt ham, kuch ham qolmagandi. San Sirodagi o'yin ishtirokchilariga yuqoridagi ta'rif bejizga berilmagani keyin o'z isbotini topdi. Uchrashuvda g'alaba qozongan Germaniya terma jamoasi keyinchalik Chexoslovakiya va Angliyani mag'lub etib finalga chiqadi. Argentina termasiga qarshi hal qiluvchi o'yinda Rudi Fyoller maydonga tushadi va aynan uning sa'y-harakatlari bilan ishlangan penaltidan nemislar g'alaba golini uradi va jahon chempionligini qo'lga kiritadi. Rim Olimpico arenasi, Andres Bremedan tarixiy penalti, Diego Maradonaning ko'z yoshlari, Germaniya terma jamoasi dunyo futboli taxtida. Do'stlar, jahon futboli shunday janjallarni ham ko'rgan. Mavzu hamon trendga chiqib turadi. Uni bloglarda va video loyihalarda hanuzgacha eslab muhokama qilishadi. Nima ham derdik, 80-yillarning oxirlari, 90-yillarning boshlarida Nemis va Niderland futbolining o'zaro bahsi nafaqat murosasiz kurash, ajoyib gollarga boy bo'lgan, balki shunday janjallarni ham dunyoga taqdim etgan. Voqeada ancha o'tib futbolchilar yarashib olishadi, birga tushlik qiladilar. Rijkaard o'z qilmishi uchun Fyollerdan uzr so'raydi. Mojaro ijobiy yechim topadi. Albatta, o'z aybini tan olish va qilmishi uchun kechirim so'rash ham erkakning ishi. Ya'ni 2 yildan keyin Shvetsiyada o'tgan Yevropa chempionatida jamoalarning navbatdagi bahsida Rijkaard gol uradi va shu bilan qaysidir ma'noda jamoasi oldida aybini yuvadi. Mana shu gaplar azizlar. Loyihamizni kuzatib boring, kanalimizga obuna bo'ling, ko'rsatuvlarimiz haqidagi fikr va takliflaringizni izohlarda qoldiring. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashaman. Muallif va boshlovchingiz Nodir Mirxodiyev har doimgidek siz bilan suhbatda bo'ldi. Barchangizga navbatdagi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Omon bo'ling.